Shu xonadon sotuvga chiqdi. Narxi 100 ming, 6 sotuv 5 xona. Tayyor qo'y xonalari bilan qo'y boqaman desangiz, ichlarini obzorini qilib beramiz. Manzilimiz Toshkent shahri Bektemir tumanida joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kirishimiz bilan bizani kattagina, shinamgina spanni kutib oladi. O'zini ajoyibgina sanuzellari bilan yonida. Xonamiz mehmonlar uchun mo'ljallangan xona, nihoyatda chiroyli qilib qo'yishibdi. Yana bitta xonamiz o'zini oshxonalari. Oshxonaning go'zalligini ko'ring. Adden o'tiradigan joylari bilan ayollar uchun mo'ljallangan juda chiroylikgina xona. Xonadonning ichki tomonidan ko'rilishi, hovlilarimiz ajoyib. Bu yoqda kirishimiz bilan o'ng qo'lda yana bitta o'zini yotoqxonasi. Buni yonida o'zini kladovkalari, hojatxonalari, yana bitta hojatxonasi o'zini yonida sanuzellari bilan juda ajoyib. Yana bitta bizani kattagina mehmonlar uchun mo'ljallangan xonamiz, o'zini tashqariga qaragan oynalari, juda chiroyli remontlari. Buni bitta xonadonning aybi bo'lgani uchun narxi 100 ming sotilyapti. Aybini oxirida qo'yib ketamiz. Yana bitta o'zini yotoqxonasi, ichkarida chiroylikgina sanuzellari bilan, hojatxonalari bilan kattagina sanuzellar. Xonadonning aybi shu, faqat torligi. Qolgan aybi yo'q.